Bugun men sizga pensiya bo'yicha juda muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamlargagina emas, hali ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan, ota-onasi yoki yaqinlari pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan har bir oilaga bevosita aloqador. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta yetishmagan hujjat yoki bitta e'tiborsizlik odamning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun pensiya endi qanday tartibda ko'rib chiqilishi, avval qanday bo'lgan, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa bemalol bo'lishi mumkinligini misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga faqat pensiya yoshi yaqinlashganda e'tibor berardi. Masalan, erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 75 yoshga yaqinlashsa, shundan keyin mehnat daftarchasini qidirishni, arxivdan ma'lumotnoma olishni, ish stajini hisoblatishni boshlardi. Lekin amalda muammo shunda ediki, ko'p odamlarning hujjatlari to'liq bo'lmasdi, eski korxonalar yopilgan bo'lardi. Ayrim yillarda ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan bo'lardi yoki mehnat daftarchasida yozuv xato kiritilgan bo'lardi. Endi esa pensiya masalasi ancha boshqacha yondashuvni talab qiladi. Asosiy e'tibor rasmiy ma'lumotlar bazasiga, ish staji, sug'urta badallari, ish haqi, elektron hujjatlar va davlat organlarida mavjud ma'lumotlarga qaratilmoqda. Ya'ni odamning men falon joyda ishlaganman degan gapi yetarli bo'lmaydi. Bu ish rasmiy hujjat bilan, elektron tizimdagi ma'lumot bilan yoki tasdiqlovchi arxiv hujjati bilan ko'rsatilishi kerak. Men ekspert sifatida buni alohida ta'kidlayman. Pensiya hisoblashda eng katta masala yosh emas, hujjatdir. Yosh keladi. Lekin hujjat tayyor bo'lmasa, odam sarson bo'ladi. Yoki hujjat bor, lekin undagi ma'lumot to'liq bo'lmasa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun yangi tartibning eng muhim mazmuni shuki, har bir fuqaro o'z ish staji va daromadlari bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshirishi kerak. Avval pensiya tayinlash jarayonida mehnat daftarchasi asosiy hujjat sifatida ko'rilardi. Mehnat daftarchasida odam qaysi tashkilotga qachon ishga kirgani, qachon bo'shagani, lavozimi qanday bo'lgani yozilgan bo'lsa, shu ma'lumotlar asosida staj hisoblanardi. Agar ish haqi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, odam eski ish joyiga yoki arxivga borib ma'lumotnoma olib kelardi. Lekin hayotda ko'p muammolar yuzaga chiqardi. Masalan, korxona tugatilgan, arxiv boshqa joyga topshirilgan, hujjatlar yo'qolgan, rahbar almashgan, tashkilot nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda odam haqiqatda ishlagan, lekin buyruq rasmiylashtirilmagan yoki ish haqi konvertda berilgan. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi odamning gapiga qarab emas, rasmiy dalilga qarab qaror qiladi. Hozirgi yondashuvda esa elektron ma'lumotlarning o'rni kuchaymoqda. Ish beruvchilar xodimlar bo'yicha ma'lumotlarni rasmiy tizimlarga kiritishi, ish haqi va soliqlar aks etishi, mehnat munosabatlari hujjatlashtirilishi muhim bo'lib qoldi. Bu bir tomondan adolatli. Chunki kim rasmiy ishlagan, kimning badallari to'langan, kimning staji aniq ko'rinadi. Ikkinchi tomondan, bu odamdan ham mas'uliyat talab qiladi. Chunki hali vaqt bor deb yurish keyin muammo tug'diradi. Masalan, bir fuqaro 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 3 yil rasmiy ko'rinmaydi. Sababi, o'sha yillarda u kichik korxonada ishlagan, lekin korxona uni to'liq rasmiylashtirmagan. Natijada hujjat bo'lmasa, pensiya hisobida o'sha davr chiqarib tashlanishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Demak, yangi tartibning asosiy darsi: har bir yil, har bir ish joyi va har bir rasmiy daromad ahamiyatga ega. Birinchi navbatda pensiya faqat yoshga qarab beriladigan to'lov emas. Pensiya miqdori, ish staji, rasmiy daromad. Qonunda belgilangan koeffitsiyentlar, ayrim imtiyozlar va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishiga bog'liq. Shuning uchun ikki odam bir kunda pensiyaga chiqsa ham ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, birinchi odam 3 yil rasmiy ishlagan, ish haqi doim bank orqali o'tgan, soliqlari to'langan, hujjatlari tartibli. Ikkinchi odam ham 3 yil ishlaganini aytadi. Lekin en yili norasmiy, 5 yili yarim stavka. Ayrim yillarda esa ish haqi hujjatda juda past ko'rsatilgan. Natijada ikkinchi odam men ham shuncha ishlaganman desa ham pensiya hisobida farq chiqadi. Chunki pensiya tizimi his tuyg'uga emas, dalilga tayanadi. Ikkinchi muhim masala: ayollar uchun bola parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish, nogironlik bilan bog'liq holatlar,
zararli mehnat sharoitlari o'quvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya kabi masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda ham hamma narsa avtomatik hal bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Har bir imtiyoz uchun asos bo'ladigan hujjat kerak. Masalan, ayol kishi bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan bo'lsa, bu davr qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar, mehnat daftarchasidagi tanaffus sababi kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'liq bo'lsa, odam o'z haqqini oladi. Hujjatlar chalkash bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Men birinchi navbatda norasmiy ishlagan yoki uzoq vaqt shaxsiy kelishuv asosida mehnat qilgan shu odamlarga ogohlantirish beraman. Agar siz yillar davomida ish haqi olgan bo'lsangiz, lekin rasmiy ishga qabul qilinmagan bo'lsangiz, bu davr pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Hamma biladi, men u yerda ishlaganman degan gap yetarli emas. Guvohlar ayrim holatda yordam berishi mumkin. Lekin eng kuchli dalil baribir rasmiy hujjatdir. Ikkinchi guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish boshqarmasi, tuman savdo tashkiloti, maishiy xizmat korxonasi, kooperativ yoki 1990 yillar boshidagi xususiy tashkilotlarda ishlagan odamlar hujjatlarni albatta tekshirtirish kerak. Chunki o'sha davrdagi hujjatlar ba'zan arxivga to'liq topshirilmagan bo'ladi. Uchinchi guruh mehnat daftarchasida xato bor odamlar. Masalan, ism sharif noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana mos kelmaydi. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q. Tashkilot muhri o'qilmaydi, buyruq raqami yozilmagan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlashda katta savol tug'dirishi mumkin. To'rtinchi guruh chet elda ishlaganlar. Agar odam boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr qaysi davlat, qanday shartnoma, qanday xalqaro kelishuv, qanday hujjat asosida hisobga olinishi masalasi alohida tekshiriladi. Chet elda ishlagan har bir yil avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiyaga qo'shiladi deb o'ylash xato. Tegishli tasdiqlovchi hujjatlar va qonuniy asos bo'lishi kerak. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, ish beruvchi sizni elektron tizimlarda to'g'ri yuritgan bo'lsa, ish haqi rasmiy to'langan bo'lsa va shaxsiy ma'lumotlaringizda xato bo'lmasa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q, lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men bunday odamlarga ham kamida bir marta o'z staji va ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, davlat tashkilotida 35 yil ishlagan o'qituvchi yoki shifokor ham o'z hujjatlarini ko'rib chiqishi kerak. Chunki ba'zida tashkilot nomi o'zgargan, lavozim nomi boshqacha yozilgan, dekret ta'tili davri noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu muammolar hal qilib bo'lmaydigan muammo emas, lekin vaqtida aniqlansa, ancha oson tuzatiladi. Birinchi misol. 59 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqishga 1 yil qolganda hujjatlarini tekshirtirdi. Mehnat daftarchasida 1998 yildan 1995 yilgacha bitta zavodda ishlagani yozilgan. Lekin zavod yopilgan. Arxiv ma'lumotida esa faqat 1990 yildan keyingi buyruqlar saqlangan. Agar u pensiya yoshiga yetgandan keyin yugurganida jarayon cho'zilishi mumkin edi. Oldindan murojaat qilgani uchun arxivdan qo'shimcha hujjatlar, ish haqi qaydnomalari va buyruq nusxalari izlandi. Natijada stajning katta qismi tasdiqlandi. Ikkinchi misol, 55 yoshga yaqin ayol kishi 4 farzandni voyaga yetkazgan, bir necha yil uyda bo'lgan. U men ishlamagan yillarim butunlay yo'qoladi deb o'ylagan. Lekin bola parvarishi davri bo'yicha qonunda belgilangan tartibda ayrim davrlar hisobga olinishi mumkinligi tushuntirildi. U tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorladi. Natijada uning staji qayta ko'rib chiqildi va pensiya hujjatlari ancha tartibli bo'ldi. Uchinchi misol, bir fuqaro 12 yil bozorda savdo qilgan. Daromadi yaxshi bo'lgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tmagan yoki to'lovlarni muntazam qilmagan. U pensiya hisobida bu yillar to'liq hisoblanadi deb o'ylagan. Ammo rasmiy to'lovlar va ro'yxat bo'lmasa, bu davrni tasdiqlash qiyin. Bu yerda xulosa juda muhim. Daromad topish boshqa, pensiya huquqi uchun rasmiy asos yaratish boshqa. 4-misol. Ayol kishi tikuvchilik sexida taksi ishlagan. Lekin rasmiy ishga qabul qilingan davri faqat 3 yil ko'rsatilgan. Qolgan 5 yil uchun unga na mehnat daftarchasida yozuv kiritilgan, na rasmiy to'lovlar qilingan. U ish beruvchidan ma'lumotnoma so'raganda
korxona allaqachon faoliyatini to'xtatgan. Bunday holatda odamning haqqini himoya qilish murakkablashadi. Shuning uchun hali ishlayotgan paytda rasmiylashtirishni talab qilish eng to'g'ri yo'l. Pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri shuki, odamlar bir tanishining tajribasini o'zlariga ham aynan qo'llashadi. Masalan, qo'shnimga shu hujjat bilan pensiya tayinlashdi. Demak, menga ham bo'ladi deyishadi. Aslida har bir holat alohida ko'riladi. Ish joyi davr, hujjat turi, qonun o'zgargan vaqti, shaxsiy vaziyat, imtiyoz mavjudligi hammasi farq qiladi. Yana bir nozik jihat, ish staji bilan ish haqi bir xil narsa emas. Odamda staj yetarli bo'lishi mumkin, lekin rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori kutilganidan past chiqishi mumkin. Masalan, odam amalda 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 6 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida rasmiy ko'rsatkich ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda ishlayotgan odamlar ham oyligi rasmiy ko'rsatilayotganini tekshirish kerak. Yana bir muhim masala, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xil yozilishi shart. Pasportda bir xil, mehnat daftarchasida boshqa xil, diplomda yana boshqa xil bo'lsa, bu kelajakda muammo tug'diradi. Ayniqsa, ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan yangi pasport ma'lumotlari o'rtasida bog'liqlikni tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Ba'zan odamlar mening hujjatim yo'qolgan. Demak, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bunday deyishga shoshilmang. Arxiv sobiq ish beruvchi, tuman yoki viloyat arxivlari sud orqali faktni belgilash, boshqa rasmiy dalillar orqali masala ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 1 yil, imkon bo'lsa 2 yil oldin tayyorgarlik boshlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Barcha hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar. Eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar bo'lsa, barchasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda sanad tushib qolgan bo'lsa, muhr o'qilmasa yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Uchinchi qadam, yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z stajingiz va mavjud ma'lumotlaringizni oldindan tekshirtiring. Men buni ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlarga tavsiya qilaman. Murojaatda pensiya tayinlashga tayyorgarlik ko'rish uchun mehnat stajim va hujjatlarimni dastlabki tekshiruvdan o'tkazib berishingizni so'rayman. Mazmunda yozishingiz mumkin. 4-qadam. Arxiv ma'lumotlarini kechiktirmang. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, korxona hozir mavjud yoki mavjud emasligini aniqlang. Mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Mavjud bo'lmasa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilganda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq yozing. 5-qadam. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy holatingizni tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqarilganmi? Ish haqi rasmiy ko'rsatiladimi? Soliq va boshqa majburiy to'lovlar aks etyaptimi? Elektron tizimda ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Bugun buni tekshirish noqulay tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya masalasida bu sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 6-qadam. Hujjatlarda xato topsangiz, uni darhol tuzatishga kirishing. Masalan, familiyangiz bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimov bo'lib qolgan bo'lsa yoki tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tegishli organ orqali tuzatish kiritish kerak. Bunday xatolar pensiya tayinlash kuni aniqlansa, odamning asabi buziladi, vaqt ketadi va to'lov kechikishi mumkin. 7-qadam. Hech qachon og'zaki va'daga ishonib qolmang. Har bir murojaatni yozma qiling yoki rasmiy elektron tizim orqali yuboring. Javobni ham yozma oling. Agar siz arxivga murojaat qilsangiz, so'rovingiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Agar ish beruvchidan ma'lumotnoma so'rasangiz, uning sanasi, raqami, muhri va mas'ul shaxs imzosi borligiga qarang. 8-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tekshirishga haqqingiz bor.
Agar siz pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, tushuntirish so'rashingiz, qayta hisob kitob qilishni talab qilishingiz, qo'shimcha hujjat taqdim etishingiz mumkin. Bu janjal qilish degani emas. Bu fuqaroning qonuniy huquqidir. Faqat murojaat aniq, hujjatli va asosli bo'lishi kerak. Birinchi xato pensiya yoshiga yetguncha hech narsa qilmaslik. Men buni eng xavfli xato deb bilaman. Chunki hujjat yig'ish, arxivdan javob olish, xatoni tuzatish, qo'shimcha dalil topish vaqt talab qiladi. Ikkinchi xato norasmiy ishga rozi bo'lish. Bugun qo'lga ko'proq pul tegayotgandek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya hisobida bu yillar ko'rinmay qolishi mumkin. Rasmiy ish haqi kam ko'rsatilsa ham kelajakdagi ijtimoiy himoyangizga ta'sir qiladi. Uchinchi xato. Mehnat daftarchasini yo'qotish yoki e'tiborsiz saqlash. Mehnat daftarchasi hali ham ko'p holatlarda muhim dalil bo'lib qoladi. Unnam joyda eski sumkada tasodifiy qog'ozlar orasida saqlamang. Nusxa qildiring. Skaner qilib qo'ying, lekin asl nusxani ham ehtiyot qiling. To'rtinchi xato menga baribir minimal pensiya berishadi deb o'ylash. Aslida har bir qo'shimcha tasdiqlangan yil, har bir to'g'ri ko'rsatilgan daromad, har bir imtiyoz hujjati pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Odam o'z huquqini bilsa, kamroq yo'qotadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya endi yanada ko'proq rasmiy ma'lumot, elektron tizim, aniq hujjat va oldindan tayyorgarlikka bog'liq bo'lib bormoqda. Kim hujjatini tartibga solsa, stajini tekshirtirsa, ish haqi rasmiyligini nazorat qilsa, o'ziga ancha yengillik yaratadi. Kim keyin ko'ramiz deb yuraversa, pensiya vaqti kelganda arxi yurishi, xatolarni tuzatishi va uzoq kutishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlarni aniqlang. Rasmiy ish haqi va staj masalasiga befarq bo'lmang. Pensiya bu faqat keksalikdagi pul emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning huquqiy natijasidir. Sizning oilangizda pensiya hujjatlari bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Mehnat staji topilmagan, arxidan javob kelmagan yoki pensiya kam hisoblangan holatlar uchraganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.